Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Alaykum assalom. Bu kuzgi yangi kolleksiyamiz. Boshqalarni ko'rsat. Bo'lmadi bu ham. Yordam bera olaymanmi, aka? Ko'rmayapsan, o'zim qarayapman. Mayli, aka, yaxshi aytib oling. Hey. Bu yerga qarab. Labbi, aka. Do'konni yopar. Tushunmadim. Do'konni yop dedim. Yo, do'konni yopa olmaymiz. Ichkarida mijoz bor, aka. Chiqarib. Chiqazib olmayman. Ular ham mijoz xuddi sizdek. Hammaga bir xil xizmat ko'rsatamiz, aka. Yengiyamsan deyman. Ha, yangiman, aka. Men do'konni yoptirib narsa olaman. Kimligimni bilasanmi? Men aytaman kimligingni. Bozorda baklashkada sovuq choy sotib yurgan bolasan. Yaxna choylar bor, olinglar. Yerda choylar bor, olinglar. Sovuq choylar. Oymozlar muzlatganlar. Aka, olasizmi? Orada malarchilik qilding. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan qalaysiz? Jasiraga qolmaylar. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlar? Rahmat. Ancha bitib qolibdi-ku. Kecha pul zararlab telefon qilibsiz. O'shanga avans olib keldim, aka. Rahmat. Xudo xolisa qolganini bitgandan keyin gaplashamiz endi. Sal shoshilib o'tdim. Gaplashamiz aka. Rahmat, Mayli, sog' bo'ling. O'rtoq, men kichkina do'konlar qo'yib olding. Mana bitta do'kon qo'yib olay. 30 ming bilan bitta do'kon qo'ysam ular ekan. Оборотingdan pul berib tur. Molni kimdan olmoqchisan? Mol topib qo'yaman. Akmal qilib beryapti. 30 ming to'shni yetadimi? Ha, qila olayman. Sen pul bersang bo'ldi. Hamma ish polniy hal. Bir ikkita foyda kirib olay, sirasi senga qaytarib beraman. Do'konlik bo'lishingni xohlayman. Ishing yurishini ham xohlayman. Faqat kuyib qolishingni xohlayman. G'ay, ne kuyaman? Mana shu ichida yurimiz-ku. Berib turasan? Yo, berib turaman o'rtoq. Prosta sen o'ylayapman-da. Ha, o'zim o'rtoq, zo'r bo'lasan-da. Ketdi. Bir bozorda ham ishladi. Erta ham qoyil qilgani yo'q. O'rtoq, qalaysan, yaxshimisan? Endi hozir qo'liga bir qism tushib kimdir bo'lib qolganda. Agar o'sha pul ham o'ziniki bo'lsa. O'rtoq, sarasa qidirdim. Lekin sharoit bo'lmagan edi. Endi bu bolaning kimligini aytaymi senga? Mehnat qilib o'zi pul topyapti. Hech qaysi og'aynisini uxlatib ketmayapti. Men choyimni sotib oldim. Voy, zo'r-ku. Endi menikini sotamizmi? Yo'q, men hozir sotsam kechki qolib ketaman. Qorong'i tushib qoladi. Voy, o'zi aytding, birinchi menikini sotamiz, keyin senikini. Men bitta hali choy sotganim yo'q. Sotishib yuborardim. Oyim urishadi-da, kechki qolib ketaman. Ne unaqa qilyapsan? Qarash yormaysanmi? Mana seni choyingni sotishib yubordim-ku, qarash yubordim-ku. Men ham kechga qolaman. Bo'pti, men ketmasam bo'lmaydi. To'xta, qarash bor. Qayoqqa ketyapsan? Qarash yormaysanmi? Jasur sandib oldim. O'zim hali bir sim pul olmadim. Xo'p, o'rtoq. Jasur, faqat yuvib qolish yo'q. Ha, Faqat parod qilmagan. yuvib qolmayman, ber. To'chdami o'rtoq?
hop beraman, kichkina joyi bitirib tashlaymiz, ber. Faqat yopib qolish yo'q, Jasur. Ishni bitirish kerak. Ko'zingni oldi 2-3 kunda bitadi dedim men. Tez bitirib tashlaymiz, bo'ldi, berur. Siqilma, bitirib tashlaymiz. Tez bo'l. Jasur o'zimga qolib ketmasin qolgan ish. Allo. Aka, assalomu alaykum. Akmal tuzumsan? Ha, tinch aka, qalaysiz? Akmal, Jasur do'kon ochyotdi. Mol beraman demiding? Yo'q, unaqa demaganman aka. Jasurga mol beraman demiding? Yo'q, lekin aka, o'zi Jasur anchadan beri ko'rmayapman. Tinchlikmidi? Ayyo, o'zim so'raydim. O'rto, noto'g'ri tushunsan. Pulingni qilib beraman. Sharoit yo'q edi. Sher. Do'konni yopib olaysanmi? Bemalol narsa olay. Har xil odamlarni kirgizurma, iltimos. aka